Düşürgedeki көңілсізlikler. 6 ay, yer can issiq harorat dastidan chaq-chaq yerilishga boshlagan edi. Taş yo'lning bo'yidagi qisir engiz deb atalgan bir parcha yerga bug'doy terilgan edi. Yap-yeshil bug'doy mayslari ham bo'liq, ham egiz bo'lib, yana 2 rat suv ichib olsa, o'rniga ulguradi. Bütün kishilarga tavakkülchilikdek tuyulgan bu terim yeri 80 necha mo'liq bug'doy go'ya o'tgan keshganlarning ko'rgazma maydoniga aylanib qolgan edi. Bu yerdan o'tib ketayotgan hukumat amaldorlarimi avtomobilni to'xtatib tushib bir bas qarab qo'yatdi. Bug'doylar tezdan eshib, boshaq tutishga boshlagandala alayda husuldan derak berayotgan bu yangilikqa qiziqqanlar qurbonni maqtab qo'yatdi. Hava toza qattiq qizib ketganda bu vaylar, "Hey, havoning bir judini borjumu?" deb qo'yishidi. Amaldimi shundoq bo'ladi. Gap so'zi ko'p tilga chiqib qolgan biror narsagami, "Hey, eti ulug' bo'lib qoldi, biror peshkanlik kelmagidi" deb qo'yishidi. Kutilmaganda kutganlarmi bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash bo'ldi. Bir kuni saharda tushurgidagi qisir engizga sherik bo'lgan tavakkul ot choptirib kelib qurbonning ishiga oldiga kelganda etining tizginini tortib un silib vaqirdi. "Qurbonga chapsan bo'l, bug'doylarimiz tugashdi." Attiganlik cheyni ichib bo'lib, shirin xiyollar bilan o'ltirgan qurbon cho'chib ketdi. U yugurib taloqqa chiqdi. Hash-bash degicha 5 daqiqan etiz beshiga yetib keldi. Ma'lum bo'ldiki, tushurgidan etizga qarab chepilgan kichkina eriqni buzib eqib kelgan suv xuddi kalkundak butun etizga shexil tashlayotgan edi. Bu nima ish? Qurbon tavakkulga qaradi. Tavakkul yerni sug'urish uchun saharda kelib ko'rganlarni so'zlab berdi. Aslida etiz bilan tushurgining oraliqidagi bir qancha 100 metr keng yerda qadimiy suv yo'li bo'lib, qachonlardadir yig'ilib qolgan qilin qum dövlari tushurgining yo'lini to'sib turadi. Uyg'ur o'stining eng oxirgi tushurgisi ashu qum dövlari ichidan aynib Ili daryosiga qo'yiladi. Bir necha kundan beri Xitoy atrofga ko'ktat terishga yordam bergili kelgan Xitoy askarlar bu yerda chidir tikib qum dövlarini yuk avtomobilga qochilib narlargadir to'shiyotdi. Aldınғы günü tushdan keyin askarlar traktorida qum dövlarini ittirib suvni qinab qo'ygan edi. Eqinini yo'qotgan suv kechacha qisir engizdagi bug'doylikqa besib kirib, butun bug'doy mayslarini qumga to'ldirib o'tgan edi. "Hey, betalarga suv kelsa, cho'ng tug'andan yar ketdi" degan shuda, endi qanday qilamiz? Qurbon ularning savollariga pisand qilmay, nimadir o'ylayotdi. U qum dövlarini aralab, suv eqinini ko'rib chiqdi-da, sheriklariga qarab to'ladi. "Juringlar, yezliq hukumatga boramiz. Arz qilamiz." Arzning quyrug'i chiqmadi. To'lab berilgan 800 so'm pul yerga chashqan urug'ning haqiqimi yetmaydi. Ular har holda aplab-saplab bug'doy samanini xamonga to'shib oldi va qadr ahvol husul elib oldi. Qishicha Meshrabning bosh parangi shexil tashlayotgan qisir engizning da'vosi haqidagi so'z cho'chaklar bilan qizidi. 2-yili yozda bu jidal yana davomlashdi. Qurbonga chapsan bo'l, ish chatoq bo'ldi. Bu qitim mechet otliq chepib kelgan edi. 5 daqiqan etiz beshiga kelganda askarlar xiyolda yo'q, qum dövlarini turib yig'vatadi. Dehqonlar ming taslikda eqinga tushirib qo'ygan tushurgining suyi parvosiz holda etizdagi zig'irliqqa besib kirib, etizlarni shalliqqa o'xshash qilib edi. To'xta deyman, hey askar. Qurbon otdan tushmay traktorga yiqilishib, uni haydayotgan askarga vaqirdi. U parvosiz holda traktor bilan qum ishtarmoqda edi. "Men senga gap qilyapman, to'xta. Manga buyruqni avlar berdi. Sen benjangmiting?" Askar tumshqi bilan chidir uyini ko'rsatdi. Qurbonning judini o'rladi. U otdan sakrab tushib, traktorga yamashdi-da, askarni paskishtirib tushirib etib, qum dövlarini turkinicha suvning eqinini to'sidi. Bu chaqda chidir ichidan 5-6 askar yugurib chiqdi. Orasidan yeshi cho'ngroq biri bularni to'sib vaqirdi. "Agar davlatning qumiga ziyon soldigan bo'lsanglar, bog'lab tashlayman. Bağlaydigan ish bo'lsa, oldi bilan xalqning ochliqiga ziyon solgan muni askaringni bog'la.
Көрмедіңmi bizning ziroatni suv besib ketganini? Men buyruqni ijro qilguvchi, bizning vazifamiz qum to'shish, boshqasi bilan korim yo'q. Voy, bu nima gap? Lifeng, Wangji deganlaring yolg'on o'xshamamdi. Boshliqning seni puhrani qirvat desimi ijro qilamsina? Xalqning ziyniga uchrayotganini ko'rib turib, yana buyruq deydi-ku bu. Hey, sening avloding deqqan emasmi? Naslingni unutgan o'xshamamsan? Voy, bular zodi nadin keldi? Kim sizlarni bu yerdan qum ol dedi? Bu qum bizning. Ananing yenidan ilib kelganmiding? Mana qiziq. Ecdatlarımızdan tartib bu yerlarga biz egitarchilik qilib kelganmiz. Yersiz edim, yerlandim, qaltak elib pamlandim degandek tunigun kelibla bizning deb talash qilib turdi-ku bular. Deqallar tangla cho'qirishga boshladi. To'xtasha ishtin. Bu qum bizning. Bir siqim to'shishga ruxsat yo'q. Hech kimga berilmaydi. Aksicha 180 mo yerga zig'irni to'laysizlar, traktoringlarni go'riga tutib qolamiz. Askarlar hayva qilibmi, talishibmi va yalurib tushundiribmi g'arizini uqtirolmagandan keyin chidirga kirib ketishdi. Uzun o'tmay konksiga o'ltirib nahiya bozori tarafga minib ketdi. İşimiz endi ching'i chiqdi. Ko'rdinglarmi? Ularning banjang degini sen taz degicha men taz davolay degandek hukumatga arz qilg'ili ketdi. Allah, endi qanday qilamiz? Harbiyga tang kelgili bo'lamdi? Sizlarmi-chu bek adab ketdinglar. Endi texi bu xalqning qalpiqidan qutulib yashayotdim. Qarab turinglar, hokim deganlari kelib, armiya xalq munosabatiga ta'sir yetkazdi, armiyaga qarshi chiqdi deydigan bo'lsa, qalpiqi eng avval menga keladi. Bayatdan beri bo'layotgan talash tartishlardan qo'rqib, chiroylari sarg'ayib ketgan Yusuf Baxshi dadlashga boshladi. Hey, to'g'ri yuraklar, Qurban xotirjamlik chiqib turgan chiroyini o'zgartmay so'zlashga boshladi. Ko'nalarda tapdan chiqma, xondan qo'rqma degan gap bor. Ular kelib bizning qumni to'shib ketsa, gap qilmasak bo'ladimi? Yana kelib yezicha ishlagan ishimizni bir tiyin qilib, butun ziroatlarimizni nobud qilibsa, yana qo'l qo'shtirib tursak bo'ladimi? Qo'rqmanglar. Haq bizda. Hammamiz gapimizni bir qilib ching tursaqla hech nima qila olmaydi. Yuringlar, zig'irimizni orlab ko'rib baqayli. Ular oyoqlarini yeshib, pushqiqini tizg'icha qayirib, ediz ichini orlab, ziyonni mo'ljalashga boshladi. Aslida zig'ir o'rmag'icha 10-15 kun suv ichmay don tutish kerak edi. Mana endi chiliq suv ichida don tutmagandan oz deb, o'gin yerlar qitib, tutgan donmu pishmayla to'kilib ketadi. Uzun o'tmay Noya bozori tarafdagi 2 kunga to'pi to'sib kelib, tushirga yeniga kelganda to'xtadi. Biridan harbiylar boshlig'i bilan billa hokim tushdi. Yana biridan yezi boshlig'i Mutalib, yezi sekretari va Nohiyaning notanish 2 boshliq tushdi. Askarlar ularga traktorni, qum dövsini va suv iqinini ko'rsatib, bir nimalarni deb chiqishga boshladi. Qurban boshliq 5 daqiqan o'z etizliqlarda qarab turguncha qoldi. 4 yanchiqliq ko'k chopini yepinchaqlab olgan ko'zoynaklik bir boshliq dehqonlarga qarab tovladi. Hey, bu yoqqa kelish. Nima deysan? Qurban g'azab bilan baqirdi. Dehqonning rahbari bo'lsang, oyog'ingni selib, muni zig'irliqqa kirib dehqonning yig'isini yig'la. Ko'zoynaklik boshliq tamtirab qoldi. U Mutalibga qarab, "Qandoq odamlar bu? Ularning tarkibi nima?" deb so'radi. Bu gapni anglagan Qurban yiroqdan o'qdek etilib kelib, uni to'yg'izvatdi. "Qandoq odamkanmiz? Bu ikkisi boy dehqonning bolasi. Sening qo'lingda buzuq unsur qalpiqini kiyib, necha yil nohaqchilik tortgan Qurban degan men bo'lman. Tarkibi nima deysana? Tarkibim Jahongir. Qani nima deysan? Burungu sinipi kurashda bostirib kun berishmeding. Mana endi qiyon suv bilan bostirib yo'q qilib etmoqchimiding? Bu yerni biz to'xtam bilan olgan, jinimiz bilan qo'g'daymiz. Endi burunqidek huquqqa tayinib, vaqirab yurib haqni naq qilib etadigan zamonlar o'tib ketdi. Hukumatning qonuni bor. Dehqonning manfaatini ziyonga uchratganlardan hisob oladigan zakon bor. Necha yildan beri suv yo'q deb, suv davosi bilan kanitni beshinglarga kedinglar. Mutalib tuyuqsiz zarbidan gangirab qolgan ko'zoynakdagi Xitoyni qiyin ahvoldan qutuldirib, kulimsirab turib so'zladi. "Mana endi suv besib ketdi deb da'vo qilamsizlar.
Onun ahangida hem hesdaşlıq, hem suxançilik muddası çıqıb turadi. Qaramamsan mütəlka. Mecid suning asli iqinini ko'rsatib so'zlashga boshladi. Iqinni qistab qo'ygandan keyin kechicha oqqan suv zig'irni qordan chiqarib bo'ldi. U tizig'icha loymilangan pochiqini ko'rsatdi. Munda qilayli. Yezliq parkimning sekretari ko'pchilik so'zladi. Birər 100 mo yerning ochlig'i chog'liq masala. Davlatning qurilishi muhim. Qum to'shish to'xtab qolsa, elektr stansiyasining ishig'imi ta'sir etadi. U so'zlab bo'lmay turibla qurbonlik misoldi. Açlıq çağlıq məsələ bolsa, neçə min adam qorsaq baxılı gəlməy, maymun oyunu oynağılı kəpdi də, elektr stansiyası bizə toxni bikağı berətdimi, bizning qumni həcəb sorabmı qoymay elib ketişdikina? Naidin gəlgən Uyğur hakim heyranlıq bilan sözgə arlaşdı. Bu qandaq gəp, yer qum bularning bolusunu, bular nemişqə bilməydi. Yəni gəlib qumni əskərlərinin toşuğunu nemisi? Abdukerim hakim asli ahvol mundaq. Yezliq parkimning sekretari yanchiqdan gilizini chiqarib, tangliga hejib so'zlashga boshladi. Elektr stansiyasi qum to'shish vazifasini tövanga ko'tarib bergan ekan. Qurilish injeneri bu qumni xeyli burunla tekshirib ketgan ekan. Bizdan so'radi. Biz yordam bo'lsin deb bergan edik. Ha. Oy, elektr stansiyasi qurilishi markazning nuqtali qurilishi. Onunğa yeterlik xəracət ajratılğan, qandaq qılıb şuncha nurg'un qum egitarchilik qilguvchilarning beso'roq berildi. Ha, ular bizga suv quduqi qo'lab bergan edi. Yolg'on qurbon so'zga aralashdi. Bultur elektr stansiyasidagilar yezliq hukumat bilan to'xtamlashib 30 ming so'mga yezliq hukumatga quduq qo'lab bermoqchi bo'lgan pulni elib olib, u yer bu yerni qo'lab qo'yib, suv chiqmadi, ziyon tortiq deb ketishdi. Әмді біздің құмны бекар қеліп кетемді. Әгер менің аңлығыным раслы болса, bu yerде çoğum oyun бар. Ли Полик командирі, сіздің xəbəriniz бармы? Деп sorады Abdukerim hakim. Bayadın eğer besi qarab turgan hərbi başlıqdan. Bizning bir rota qum to'shish vazifasini ko'tara olgan edik. Biz to'shish haqqi ustida aloqalashganimizda qurilish masala qumni 30-40 ming so'mga setib oldik deganda qilyotdi. Hakim asta burilib yezi sekretari qardi. U dam qizirib, dam tatirib. Shundaq, biz oz to'la pul olgan, dedi hejib. Ko'k chapini yepinchaqlab olgan Xitoy boshliq dastlabki hayvisi qarg'i kelmagandan keyin jimibla ketgan edi. Yezi sekretarining gap so'zining toza qo'llashmayotganligini sezib so'zga aralashdi. Bu ishdan mening xabarim bor edi. Nimishqa menga aytmadingiz? Bizdə mühimi oldu bilan yerning egisi dehqonlar xabar tepishi, manfaatlashishi muhim edi. Aksicha ular qo'shilib ziyon tortib atganda qildi-ku. Ha, meningcha bunda qilayli, dedi ko'zoynaklik boshliq duduqlab taraq. Elektr stansiyasi bilan davolashib nohimizning obro'yini to'kib yurmayli. Bu ishni noyiga berib, o'zimiz bir taraf qilib qandaq polkovnik? Yo'q. Dehqonga yan bosadigan boshliq Abdukerimning so'zlaridan g'ayratlanib qolgan qurbon keskin rad qildi. Bo'lmaydi. Elektr stansiyasi bilan davolasak obro'yinglar to'kildigan. Kuzda 5 daqiqan 20 necha bolamizni yetilib, xo'jini yutib chiqib, boshliq qutqizish ochliqi bersizlar deb borsak, obro'yinglar ko'tarilamdi. Ziyonga uchragan etiz bekorga to'shib ketayotgan qum naq maydondagi eqin yo'li bu yerda tursa, мәселе мұшы yerdə hal qılmay, nayiga berib ishxonada o'ltirib, kitobga qarab qanday hal qilmoqchidinglar? Bu chaqda Abdukerim hakim allaqachon oyoqlarini silib, pushqiqqina turib, etiz ichiga kirib ketgan edi. Ko'pchilik gap qilmay uningga nazar solishga boshladi. Li komandir qir yoqilib uningga yiqilishib, qandaqroq ziyon cho'mikan deb so'rab qo'ydi. Hakim etizdan chiqib suv bo'yida o'ltirib, oyog'ini yug'ash. Ha, bitalaylar. Davayinglar o'rliq. Men ati tushdan keyin qurilish o'rnining mas'ulini bu yerga chaqirib kelman. Sizlar naq maydonda hozir bo'linglar, bo'lamdi dedi. Rahmat sizlarga hakim. Hakimning muloyim so'zi va odil hukmidan ta'sirlangan Yusuf Baxshi ko'ziga yosh ilib zuvonga keldi. Xudoyim elning g'imini yegan o'g'ilning umrini uzun qilsin. Ular ketdi. Әтісі түштен кейін Naillik hökumətdə mühim yığın bolğanlıqdan hakim keləlmədi. Yezliq parkımının sekretari elektr stansiyası komandalıq ştabının injinerini başlap geldi. İnjiner əhvalını birer qur anladı. Naq meydanını kördü.
Dehqonlar bilan bo'libmi Qurbon bilan xuddi tunugungidekla qattiq talash tartish qildi. Oxirida soatiga qarab qo'yib, gavdasini mag'rur kergincha mundaq dedi. Men qumni pulga setib oldim. To'shig'ichilarga pul berdim, ammo suvni yoki suv keltirgan ofatlarni setib olmadim. Yaxshisi bu davoyinglarni yenib, ziroatinglarni qutqizinglar. Telefonlar o'rinsiz, mutlaq axmaydi. Yezliq parkumdan kelgan sekretar tunugun qandaq qiyofat bilan xo'sh shundaq degan bo'lsa, bugunmi injenerga shundaq deb xushomat qilib ketib qoldi. Tunugungi umid bugun tumanlashdi. Qandaq qildik endi? Hammasi lassida bo'lib Qurbonga murojaat qildi. Qurbon, qandaq qildik? Ada hammang etingni to'qish, nahiyaga berib hokimga dard aytamiz. Uning dardimizni anglab, davoyimizni bizning foydamizga hal qilishiga ishonaman dedi. Әтісі Qurbon etini arqandaki beylikten elip gelip, egerlep çapınını kiygili, öyge kirip üstel turgan 5-6 varaq qağazni gördü. Bu rətli qilib yazılgan ərz edi. Ərzning məzmunu qanun tili bilan mükemmel yazılgan edi. O akşam qızığa həmmə jarayonni sözləb berganligini əsledi. Amma xat qızning emas edi. Qızı keşdə televizor ko'rish uchun qo'shnilarnikiga chiqib ketgan edi. Әттегенде болса әрізіне тәйірліп қойып, мәктебеге ішқі кеткен. Ular naillik hökumət qorusuğa kirgəndə hakim ularını görüb əmdila qozğulub atqan avtomobilini toxtutub yerге düşdü və ular bir-birləb qol elişib görüşkəndən keyin əhvaldan xəbər tapqanlığını aytdı. Ularning ərizini təfsili oqub chiqqandan keyin naiti yaxşı bo'libdi. Xuddi qonunda o'qigan kishidek Qatırıb yezibsizlər, mənmi ispat bolğucu sübtida sizlər bilan billa davaga qatnashman dedi. U qurbonlarni ishxonasiga boshlab kirib, uzun suhbatlashdi. Sudning mas'ulini chaqirib kirib, arizni berdi. Ahvolni tushuntirdi va ularning qonun bo'yicha astoydil muomala qilishni iltimos qildi. İnjener boshchiligidagi tekshiruvchilar sudning talabi bo'yicha ikkinchi qitim naq maydon qisir engiziga kelganida bularga xeyli yumshoq muomala qildi. Mu sani, husul sani va sundirgan pul sanini kim hisoblagan deb so'rdi u Mejitdan. Qurbonkam dedi u ikki jaynikini tiziga qo'yib, qo'lidagi qizil to'pisini pirqitib o'ltirgan Qurbonni ko'rsatdim. U Urumchida o'qigan, buxgalter, kanit boshlig'i bo'lgan. O'ylab beqing injener Qurbon yana tushuntirishga boshladi. Bultur 83 mu yerga yazgı teridik. Urug' traktor haqqi, su haqqi, g'alla paraq fondilar bo'lib 2880 yuan chiqim qildik. Emgak kuchi buning sirtida. Izo tartmay 800 yuan berdinglar. Bu yil 160 mu yerga zig'ir teridik. Har mu yerdan oz hisoblab 100 jingdan hosil alsak, har musini 100 yuan hisoblasak 70%ni to'lab bersanglar 11.200 yuan bo'ladi. İnjener kulimsirab 5-ni chayqidi. Sud kadri dehqonlarga oxirgi sudning hukmini kutish haqida topilib qo'yib, nahiyaga ketdi. Nahiyadan kelganlar ketgandan keyin 5 dehqon yonboshlashib o'ltirib parangga tushdi. Ha Qurbon, Qosim yog'och yana chaqchaq qildi. Madamiki arzimiz iqib qolsa, rostila 2 qatlab hosil olmizmi? Mening zig'irlarim oyoqdiroq bo'lg'achqa suv ancha ko'p sig'magandek turadi. Obdab obdalla qizitib bersa, don tutib pishib ketadi. Xudo buyursa, chashma yig'ib olaman. Hey saxtbazlar, Xudoni aldab, hukumatni aldab, ushuqlik qilib xeyli bir nima undirib oldigan bo'ldik, ha? Xudoyim bersa, payg'ambarimni qila olmabdi degan gap bor. Kelar yilmi elektr stansiyasining qurilishiga qum kerak bo'larmi? Ha. Ular şirin xiyallar bilan kulishib ketdi. Agar da'vo qilmay yoki bismillah sig'la qo'rqib yeyinib olib jim yotgan bo'lsak, hech qaysinga hech nima tegmaydi. 2 qatlab hosil oldik degan shu emasmi? Qurbon ularga top qildi. Kechidagi kelishmasliklar Daryo bo'yidagi yonbag'ri yo'ldan gohi-gohida o'tib turadigan avtomobillarning go'rildishi kechining jimjitligini buzib, yiroq-yiroqlarga anglatdi. Kuchli chiroq nuri ba'zida yo'l bo'ylab, ba'zida yo'lning ikki chetidagi chimliq, ekinzorliqlarga nur chechib, kunduzdek yo'p-yo'riq qilib o'tadi. O'zaro o'tishayotgan avtomobillar chiroqlarini o'chirib, yondirib,
go'yo chaqchaqlashib ko'z qisishayotgan qiz yigitlardek o'tib ketishadi. Adımsasız çöldək cimcit yol boyida qilin sənsən cıvığı uğurulub çoxçayıb oturğan kişini görgən şoför cinmi adamı degan gumanda avtomobilni tormozlab səpselib qarab qoyatdı da yana tez yürüb ketdi. Bugün kecha Mijit 35'da cesəkdə turdi. Yoldan ötüvatqan hər xil avtomobillar gerçi onu zeriktirməyən bolsa-mu, amma hər qitimliq şirin oy xiyallarını buzub etdi. Yerim keç bolğanda ətrafda dəryanın şaqırışıdan başqa avaz qalmadı. O qolidagi tamakini ağzıga əp kelib, cho'nqur nəfəs bilan sömürdü də asta püvləb oyğa batdı. Mubada bugün yana tögülər keldigan bolsa, birərsinin putini chiqib etibla yiqitib bo'g'izlab tashlayman. Yo'q, men unda qilolmayman. Ədə egisi kelib tögəmni to'lab bədib, eslib olsa, jidal chiqarsa qanday qilman? Hey, qurbangan bo'lsa, qo'rqmay bo'g'izlab etadi. Yiroqdan kelayotgan motosiklet ovozi uning xiyollarini bo'lib etdi. U diqqat bilan qarab turganda motosiklet uning udulg'iga kelib to'xtadi. Hayal o'tmay yana motosiklet mingan ikki yigit uning yeniga kelib tormoz tutdi. Gerçi taş yo'l bilan jimjit o'tirgan oraliq 20 metr bo'lsa-mu, qattiq motor ovozi ularning so'zini anglatmadi. Amma ularning jiddiy harakatlari qandoqdir biror shumliqning planini tuzayotganligidan derak beradi. Uzun o'tmay yigitlarning ikkisi motosikletning o'tini o'chirib terakni terdi. Birisi oldiga mahal tarafga qarab ushqandek chepib ketdi. Mijit bularning mol o'g'risi bo'lishi mumkin deb qiyos qildi va darhol yon boshlab o'zini daldiga elib kuzatishga kirishdi. İki yigit yo'l yoqasiga chiqdi. Ular bir to'plikka kelganda zo'ngsib o'ltirdi da yonchiqdan gilizi chiqarib chaqmoq bilan tutashtirib isini sho'ridi. Mijit bularning noyidan chiqqanlar ekanligidan jazm qildi. Bu adash qachon kelar? Mungdishib, sirdishib, tong atqizib yetarmi? Yigitlarning biri so'zladi. Endi ikki Uyg'ur yigitning so'zlari mijitga ochiq anglatdi. Yaqay, ular putishib qo'ygan barudu da signal berdi chiqadi da mangdi. Mahallada mol chorva yo'qab ketadigan ishlar doim yuz berib turadi. Demak, o'g'ri mushular ishganda yana kelib mahallada ularning sherigi bor ekan. Ular kimdi? Hech bo'lmaganda motosikletning nomerini ko'rib olarmana. Xap bugun zig'ir o'g'risi tögini tutaman deb mol o'g'risini tutgan bo'ldim. Mijit turib qandaqdir bir savob ishni qilib shuhratga erishib qoldigandek g'ayratlanib ketsa, turib biror falokatga uchrab ziyon tortib qoldigandek shubhalanib taqatlanadi. Yigitlarning suhbati davom etmoqda edi. Qara Erkin, biz og'indarchilik burchini oqlaymiz deb keldik. Bularning ishidan bizga mu gap keldigandek his qilyapman. Nima gap kelmoqchidi? Yurtimizda undaqlar ozmidi? Oy, to'xtag'ina, sen o'zingni unutib qoldingmi? Hey, men degan dehqonning qiziga uylangan. O'zing bilsan, dehqon degan qo'ydek yavash. Qo'sini elib qotsangmi ko'nidi. Bularga o'xshashmaydi. Meningcha hammasini xarakteri bir. Men gerçi qonunda ishlasam, millatimizning mushu xil qonunsiz odatini oqlash hissiyotida bo'laman. O'zing o'ylab baq. Qahramon Nozugum nima uchun Manju begni o'ldirdi va qochdi? Bu dal zo'rlikqa qarshi isyon emasmi? Bugungi kunda inson o'z erki bilan yashasin, o'z muhabbatiga erisha olmasin. Yana kelib biror zo'rlik tarafdori qo'lida emas. O'zining azizlagan ota-onasi tarafidan qisilsin. Bunga kim chidaydi? Bechora qizlar. Singillarimiz o'zi so'ygan, o'zi ko'ygan yoriga erisha olmasa, aksicha to'nimgan birovga hatto mol o'rnida baholni berib etilsa, bu qanday adolat bo'ladi? Meningcha ularning o'z yigitlari bilan qo'shqini dal o'z erkiga intilgini. O'z erki uchun kurashgan inson o'z g'ururini qadrlagan inson hisoblanadi. O'g'il shundaq, ammo Muhammadjon sud qadiri, Gulbivi o'qituvchi tashkil surishti qilib qolsa, bizni tang ilib qochgan deb ayblab yurmasin deymana. Voy, tozimi ehtiyojlankansan. Biz ularni ilib Sovetga qochadikmi? Noyiga boramiz. To'y qilamiz, bir kecha to'y o'ynaymiz. Ish tamom. Ham ish qonun bilan bo'ladi. Hatto oldi bilan mollamni chaqirib kelib nikoh o'qitib o'tamiz.
demak shartgami xilaf ish qilmaymiz. Yigitlar so'zni to'xtatib yiroqdan ko'rinayotgan chiroq yo'riqiga diqqat qilishga boshladi. Mechit endi ahvolni to'liq tushundi. U nahiyadagi Muhammadjon degan yigitning Gulbi bilan muhabbatlashib yurganligini anglagan bo'lsa-mu, hurmat yuzidan qurbonga zuvon surmagan edi. Mana endi peshkanlik satchilik. Hey, yigitlarning aytgani to'g'rimi? Mana naq 15 yil bo'pti. Menmi to'y qilishga pulim yo'q. Amalsiz elib qochib, arzonlatib to'y qilib olmadimmi? Qurbonqam elchilar kelganda nemishqa chiroyliqcha ma'qul demaydi-kina. To'xta, men qurbonqamning tarafini olmasam, nomardlik qilgan bo'laman. Darhol uningga xabar qilib, uning menga qilgan yaxshiliklarini qaytaray. Mechit shularni o'yladi-da, o'rnidan dasturib, mahal tarafga qarab yugurib ketganini o'zim sezmay qoldim. Yigitlar xuddi urkigan to'shqandek yenidilla sakrab turib qochib ketayotgan odamning qarshisini ko'rib, jiddilashib o'rinlardan turishdi. Bu chaqda tosh yo'ldagi chiroq yo'riqi yiqilib, motosikletga mingan Muhammadjon Gulbuvini mingashtirib yenib keldi. Ular Gulbuvini tashlab qo'yib, motosikletlarga mindi-da, Mechitning keynidan ushqandek qo'g'lab ketdi. Mechitning hosirab hömedab qochgan bir chaqirimdak yo'li bekorga ketdi. Yigitlar quyundek tez yetib keldi-da, uni qo'rshib oldi. To'xta, medirlasang so'qiydiman. Erkin vaqirg'incha yetib keldi-da, motosikletdan sakrab tushib, Mechitning oldiga keldi. Mechit nima deyishini va nima qilarini bilolmay g'angirab turib qoldi. U nimishqidir bir gunoh o'tkazib qo'ygandek laqliq titraydi. Bu yerda nima qilib yuraysan? Qiltaqchi. Qiyirganda o'zingni bilib ishingni qilsang bo'lmasmidi? Yigitlarning biri devaylab kelguncha Mechitning maydisiga birni tepdi. Mechit bundaq yigitlardan 5-10 ga tetug'idek yo'g'on baslik va qovul kuchlik bo'lsa-mu, bugun nimishqidir butun vujudida birer chivinni qo'rg'idek qurbatining qolmaganligini his qildi. Qo'rqinish ichida uning ruhi kuchsizlangan edi. U o'ngsiziga tushdi. Ikki yigit uni dastlab chaylab mushlab necha dumiltvatdi. To'xtanglar, dedi Muhammadjon yiqilib kelib. Kimdi bu? Muhammadjon ukam, men Mechit. Qisir ingizni to'gilardan qo'rish uchun jesakda turatdim. Sizlar kelib, apla, bu chataq bo'pti. Balduroq gap qilsangiz bo'lmasmidi? Urmanglar. Gulbuvi hosirab, hömidab yugurib keldi-da, Mechitni ko'rib darhol orqaga o'rilib olib yig'lab ketdi. Sizlar menga bola terib bergan bo'ldinglar. Mechitga o'qishmaslik bo'pti. Biz texi seni Muhammadjon asta so'zlagach, Mechitning yeniga keldi. Sen qaytib ketgin. Mechit tayoq zarbidan xudini yo'qitib, nima ish bo'layotganligini anqira olmaydigan holatga kelib qolgan edi. Shunga Muhammadjonning so'zini buyruq ma'nosida hazm qilib, darhol o'rnidan turibla santirilib oldiga qarab minib ketdi. Shundaq ishlarmi bo'ladi, kishi o'zini g'olib sezganda yoki haqiqat o'zida ekanligida ishonch qila olganda. Dush kelgan har qanday to'salg'uga va qarshilikqa mardonlarcha ko'krak kerib chiqib taqobil tura oladi. Hatto o'zining qancha hassa ko'p kuchmi uning ko'zi ko'rinmay qoladi. Uning harakatida, so'zda, aqlsi, ko'zda g'oliblikning sehriy kuchi javlon qiladi. Mana bu inson vujudidagi ruhiy kuch bo'lsa kerak. Aksicha kishi o'zini qandaqdir mag'lubiyatga, hukmdek yoki nohaqchilikka yo'l qo'ygandek his qilganida bo'lsa, vujudidagi ashu sehriy kuchdan ayrilib, arzimagan bir ishqa yoki o'zidan haslab ojiz bo'lgan bir kuchga qarshi chiqishga petinolmaydi. Shunisi kulkilikki, Muhammadjonlar motosikletlarning hayvatli ko'rilishidan tortib, qo'pol surlik gap so'zlari va hatto zo'rliq harakatlarigacha ana shu g'oliblik hayvisini namoyon qila olgan bo'lsa, o'zining ziroatini yeb ketgan to'gaga cheqilishqimi petinolmagan bechora Mechit hech bir gunohsiz, faqat kutilmagan peshkarliklarning guvochisi sifatida o'ttirib chiqib kelib, ularga qullarcha bosh egishga majbur bo'ldi. Qarshi chiqish uning o'yig'iga kelmadi. U ketib yetib, bel umurtqalarining, put-qo'llarining va bosh ko'zining tayoq zarbidan qattiq og'irayotganligini his qilishga, behuda avochilik tufaylining kelib chiqqan tuyuqsiz zarbidan xo'rliq ta'mini tetishga boshladi. Hey Isit, yana 100 metr yugurgan bo'lsam, orqalab qo'ygan etimga yetishib olatdim-da, qechib ketgan bo'latdim. U faqat shuni o'ylay oldi. Ammo otga chiqib olgan bo'lsam, bu shumtaklarning adabini toza berib qo'yatdim deganni xiyoliga keltirmadi.
texi bayla yan başlap yetib anlagan sözlərinin təsiri bilan ularga xiyali yan besish koyda bolgan məscidning ko'ziga moseketlarni yetlab tosh yo'lga ilib chiqish uchun hosirab hömüdeb kuchayotgan bu yigitlar qip-qizil bulangchilarda ko'rinishga boshladi. Uning qalbini egirlab turgan oq ko'ngillik tumanlari tarqilib, g'azab ushqunlari chaqnashga boshladi. Mana u əmdi itining orqini yeshib, uni yugallab ustiga chiqqanda bo'lsa, jon qayg'usidan hayot umidiga intilib, ularga nafrat bilan nazar tashladi. Bayatdan beri yerning o'ydonlarini tanlamay chipib yurgan Sharq Shamoli markali qizil tayancha yo'l bo'yida o't olmay turadi. Ular hammasi jiddiylashgan holda uni yasash uchun harakat qilmoqda edi. To'xtab tur, bular xeyli uzun happalashganda qildim. Men mahalli yurtni chaqirib kelib, antimni bir olmaymanmi? Mechning xiyoldan shular kechdi. Puti bo'lsa otning beqiniga noqidi. To'r ot beshini ko'targanicha chipib ketdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, mahalla tarafdan taraslab chipib kelayotgan otliqlarni ko'rgan Erkin ansiz vaqirdi. Muhammadjon chataq bo'ldi. Ana ular kelyotdi. Hashpash degicha otliqlar bostirib keldi. Bo'linglar, Muhammadjon Gulbivi menikiga chiqib chapsan qechinglar. Erkin tovlig'incha musiqiltni o't oldirib gurkiratdi. Gulbivi yugurib kelib Muhammadjonga mingashdi. Ammo ulgurib kelgan birsi Muhammadjonning mursiga birni tepib musiqilt bilan qo'shib yiqitibdi. Yetib kelgan otliqlar 7-8 bo'lib, ko'pinchisi otlan degan ovozni anglabla otqa chiqqan edi. Ular nima ish bo'lganligini anqarmay turibla ballarni qamchilab urchoqqa tushdi. Mechit xuddi chavandozlardek pirqirab yurib, "Urunglar, bu numussiz bulangchilarni" deb tovlaydi. Hilla ikki mursini ichiga tiqib rolni o'ynab hayva qilib yurgan yigitlar urg'a qolgan chashqonlardek mugdug deyishib, musiqalarning orasiga kirib o'zlariga daldicha izlaydi. "Jenim akalar, meni urmanglar, men gunohsiz." Farhod un selib yig'lab, ikki qo'li bilan bosh ko'zini to'sib tovladi. Otliqlar cho'ridishib ularni muhosiraga elib urushdan to'xtadi. "Hey Mechit, zodi nima gap?" so'rdi otliqlarning biri. "Nima gap bo'lmoqchi? Ko'rmadingmi? Qurbankamning qizi Gulbivini mavu noyilik bulangchilari bulab mengibdi. Uni azdab to'yga qurib yurgan Mechitning bosh ko'zini yerib etibdi. Obabakri qamchisini shiltib turib, ularni ko'rsatdi." Mechit otdan sakrab tushib, Erkinning oldiga keldi va "Qani amdi tapmamsan? Hey novchi, mahalning egisi yo'qdek, qizni apqashqanni azdab, egisini urib nima qilishmoqchidan nomardlar" deb qamchisini uning peshonasiga noqidi. Otliqlarning insobi va Gulbivining noli faryod urib yolvurishlari yigitlarni tayoqdan saqlab qoldi. Gulbivi texchilar yig'lab yolvormoqda edi. "Mechit aka, ularni urmanglar, jinim akalar, ichinglar og'risin. Bilamsizlar, sizlarning noyiga bergan arzinglarni Muhammadjon yezib bergan." Hammasi Muhammadjonga tikildi. U gunohkorlarcha qiyofatda beshini sankiltib turadi. Otliqlarning quliqida nohiya hokimning bu arzini toza qotirib yezibsizlar degan so'zlari jarangladi. "Voy sharmanda, og'zingni ochma. Mahalda yigit yo'qdek, nomus qilmay yerim kechida bozorning so'ltaklariga agishib cho'lda shayton nonlardek rasvo bo'lib yuramsan. Mahalliga, jamoatga nima deymiz? Dadangga nima deymiz? Nima degan satchilik bu? Mushu alpozing bilan bolalarimizni o'qitamsina? Voy Muhammadjon, menga qara." Obak ullik sipoyiroq so'zladi. "Tuqqanchilikning yuzi 30 o'g'ildan seni men so'rvalay. So'ltaklaringni boshlab yo'lingga mang. Ikkinchi yomon turg'a o'tlig'uchi bo'lma. Gulbivi mang, seni o'z qo'limiz bilan dadangga topshirib beramiz." Qurban ishning havshigan ovozini anglab cho'chib qo'ygandi. U quliqi ding qilib otlarning do'pirlagan, kimlarningdir vor-vur qilgan ovozini angladi-da, ishtik o'rnidan turib derizini ochdi va darhol tamda issiqlik miltiqini qo'lga oldi. "Voy xotin, taladagi nima varangchiring?" U tashqirqi uyga chiqib bo'lib, vaqirab xotinni uyg'otdi. "Nima? Alloh, birdamda ko'zim uyquga ketib qolganini. Gulbivi, hey Gulbivi. Voy, bu nima ish?" U chachrab o'rnidan turib, chiroqni yoqdi. Heyliroqdagi Gulbivi taloq chiqib ketgan edi. Bular o'diqindan oyoqlarini kiymay sirtqa yugurdi. "Gulbivi, hey Gulbivi,
Atlıqlar xeyli yırıqlab ketganlikdan atrofda daryoning shaqirishidan boshqa tivish yo'q edi. Bo'ldi dadisi to'liman, cho'p cho'ng bola nega ketmoqchidi? O'tganlarda necha rat sezib edim, xuddi shundoq chiqib ketib, tong atay deganda kirib edi. Yilla chiqdim-ku apa, uxlab qapsiz deb turib olgan edi. Hay, yerim kechida ansiz tovlab mahalla qo'yga sazoy qilib yurmayli. Bo'ldi, ho'y. Ko'rpini apchiq. Qurban egildan etini yetlab chiqib, egarlab mindi de miltiqini ilib choptirib chiqib ketdim. Qurban etini yo'rg'iltib, mahaldan chiqqanda oldiga bir to'p otliq uchirdi. U birer peshkanlikni sezgandek, "Nemish bo'ldi? Nerdan kelyapsizlar?" deb orqa-orqadan so'rashga boshladi. Boshqalar nemishqidir eg'iz echishga betin olmay turadi. Qurbanning sezgur ko'ngli hammani sezdi. U qattiq ovozda "Gap qilmichit, Gulbivi qini" deb so'radi. Qurban oldirma, kayning yan, hammani men so'zlab beraman. Yusuf asta va sipoya so'zlab uning yeniga keldi. Mijit kelib tovlab yurib hammamizni uyg'otdi. Bugun kecha mahallamiz bir qizdan va bir otdan ayrildik. Gapning ochiqi qizing Muhammadjon bilan qechib tikan. Tutib elib yondirib kelyotdik. Otga mingashkili unimadi. O'zi Abakning yugurukini tanlashdi. Abak etini berib o'zi menga mingashdi. Yo'lda tuyuqsiz bir qamchi bilan tarsildi, qizning qochdi. O'zing bilasan, qaragir yugurukka hech kim yetisholmaydi. Qo'g'lab borsak, yigitlarmi tikib yetibdi. Xayr dedik. Har qaysimga nemikam Qurban kutilmaganda qaynab qo'yishga boshladi. Abqassa mening qizimni ep qichibdi. Yana kelib o'zining yigiti ep qichibdi. Sizlarga nima bo'ldi? Xaqning qizining kaynidan marab yurib g'ava ko'tarishkicha uyqungni uxlashsang bo'lmamdi? Qurbanka undaq dema, ular meni urib bosh ko'zimni to'nuqsiz qilyapti. Mijit duduqlab so'zladi. Helim yaxshi urib yotgan yeringdala uzitib qo'ymabdim. Qiz yigitlarga qiltaqchilik qilib yurgicha to'gaqni qo'rsang bo'lmasmidi? Qurban hech kimning gapini anglashni xolmaydi. Hamma ayminib jim bo'lishdi. Qurban qizning xalqi olam oldida sat ish qilganligini bilib tursimi, nemishqidir ko'nglida yandila qiziga yon bosqisi keladi. Qizning Abakning etini minib qochqanini anglag'inida bo'lsa, ko'nglida faxrlanib qo'ydi. Ular harg'in pushildashgan otlardek jim-jim mengishib uylarga tarqalishib ketishdi.